Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammangiz sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kun barchangizga. Olamda qiziq ishlar bo'lyapti. Biz bugun endi hozir birinchi o'rinda Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan fuqarolik ishlari bo'yicha sud haqida gaplashamiz. Undan keyin yana bir qancha masalalarimiz bor, gaplashishimiz kerak bo'lgan. Mana shu holatlar yuzasidan siz bilan hozir fikr mulohazalar qilamiz. Xo'p, kecha hammangizning xabaringiz bor, 2 hafta avval o'sha Qo'qon shahar fuqarolar ishlari bo'yicha sudida sud prosesslari, holatni o'rganish, xullas kalom hujjatlar bilan tanishish holatlari o'z nihoyasiga yetgandi va to'liq hujjatlar bilan sud tanishib chiqish va yetarli fikr mulohazalar qilish uchun 2 hafta keyinga surilgandi. Kecha 12-may soat 15:00 ga aynan mana shu sud prosesimiz belgilangandi va 15:35 daqiqa o'tganda sud boshlandi. Birinchi sud aynan Gulira'no Qosimovani da'vosiga asoslangan sud bo'ldi. Har safar Qurbonali Abdurahmonovning sudi birinchi bo'layotganda, kechagi safargisida Gulira'no Qosimovaning jabrlanuvchi sifatida hamda da'vogar sifatidagi sud prosesi birinchi bo'lib o'tdi. Xo'p, birinchi o'rinda Gulira'no Qosimovaga sudda so'z berildi. Ya'ni muzokara so'zi edi kecha. Hamma o'zini holati nuqtai nazaridan o'sha suddan so'raladigan narsalarni so'raydi. Gulira'no Qosimova O'zbekiston Quva tumanidagi sudi hamda Andijon viloyat kassatsiya instansiyasidagi sudlarning qarori O'zbekiston Respublikasi nomidan o'qilganligi va 10 milliard pulga da'vogarlik qilayotgani holati to'g'risida gapirdi. Undan so'ng agarki bular o'sha so'rayotgan summani yetarli ravishda berib asoslantirmasa, ya'ni yetarli summani sud hukmi orqali taqdim etmasa, ular kelajakda Oliy sudga, hattoki xalqaro sudgacha murojaat qilishi haqida gapirib o'tdi. Moddiy ma'naviy zarar to'liq qoplanib berilmasa, Oliy sudga, xalqaro sudga murojaat qilish haqida gapirdi. Men bu 10 milliard pulni so'ramasdim. Qaysi ayolga 10 milliard pul beraman, mana sen bilan shunaqa holat bo'ladi degan bo'lsa, hech kim rozi bo'lmasa kerak degan umumiy aytyapman men. U shunaqa fikrlarni bildirdi. Undan keyin Gulira'no Qosimovani advokati turdi. O'zbekiston Respublikasini hamma hududlarigacha kerak bo'lsa dunyoga olib chiqdi bu sud holatlarini. Shu bitta ayolni tahqirlash holatlari aynan butun dunyo ko'rdi bu videolarni. Hech kim mana shu holatga tushmasligi uchun, bundan keyin birorta inson mana shu holatga tushmasligi uchun bularni himoya ostidagi Gulira'no Qosimovani da'vosini qanoatlantirishingizni so'rayman dedi. Meni rosa shu joyda bitta narsa holat hayron qoldirdi. Gulira'no Qosimovani advokati aytishi bo'yicha kimdir Gulira'no Qosimovaga telefon orqali telefon qilib, bu summalarni davlatdan undirib beramiz, siz boshqa advokat oling degan emishmi? Xullas kalom mana shunaqa holatdagi umumiy gaplarni aytdilar, lekin kim aytgan, nimaga aytgan, qay holatda aytgan, hayronman. Keyin bu moddiy ma'naviy zararni nima uchun davlat to'lab berish kerak degan fikrlarni bildirdilar. Bunaqa holatni kim aytganini, lekin unga to'liq isbot dalil keltirmadilar. Shundan keyin men ham hayron bo'ldim, ozgina o'zim uchun yozib qo'ydim. Xo'p, yana eng asosiy aytilgan gap Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlar o'z ayblariga iqror bo'lib, kechirim so'rab, uzr so'rab chiqishsa, biz muzokaraga rozimiz. Hozir ham biz shu da'vomizni qaytarib olishga rozimiz deganday qilib, biz muzokara qilishga hozir ham rozimiz. Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulov uzr so'rab, o'zlarining ayblariga iqror bo'lib chiqishsa
deb u joylarni ham qo'shib ketdi. Undan keyin so'z navbati Akmal Hajayevning ishonchli vakili dadasiga berildi. Akmal Hajayevning dadasiga u kishi turib aytdilar, meni o'g'lim o'z aybiga iqror emas. U har bir qilgan xatti-harakatini qonun asosida amalga oshirgan va o'zini hozirgi paytda ham aybdor deb his qilmaydi va hech qanaqa o'sha uzr so'rash, boshqa holatlarni tan olmaydi va da'voni qanoatlantirmasligingizni so'rayman deb aytdilar. Xo'p, yana shu joyda Gulira'no Qosimovani ishdan bo'shashiga ham Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarning aybdor emasligini, bu masalan Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulov biron marta ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilmagani, bu har ikki shaxslarni, jabrdiydalarni biror marta ularga nisbatan tuhmat qilmagani, haqorat qilmagani, obro'sizlantirmagani, ularni shaxsiga, sha'niga birorta bir qasddan hujum qilib, biror ijtimoiy tarmoq orqali, aynan Jahon axborot markazi orqali birorta joyda ularni kamsitmagani to'g'risida aytib o'tishdi. Undan so'ng Akmal Hajayevni advokati turib gapirdi. Gulira'no Qosimova o'zini hammangizga ma'lum, kim mana shu keys atrofidagi barcha holatlarni ko'rib, o'rganib, video chiqishlarini ko'rib borayotgan bo'lsa, hammasi juda ham yaxshi biladi. Gulira'no Qosimova maktabdan bo'shayotgan paytida, maktab rahbarligidan bo'shayotgan paytida aynan kollektivi bilan bitta efir qilgani, video chiqish qilgani va o'sha joyda meni ishdan bo'shatilishimga hech kim aybdor emas, hech kim javobgar emas. Bu holatga men o'zim o'z xohishim bilan keldim deb aytgandi va undan tashqari Andijon viloyati kassatsiya instansiyasi sudida ham aynan Gulira'no Qosimovani advokati tomonidan ham xuddi shunday holat bo'lgandi. Ya'ni mana shuncha holat bo'ldi, ijtimoiy tarmoq orqali ham juda jabrlandi. Bu hozircha bir 2-3 oy dam olmoqchi, o'z xohishi bilan ishdan ketdi degan gaplar aynan kassatsiya instansiyasi sudida ham bo'lgandi. Ana shu holatlar yuzasidan Gulira'no Qosimovani o'sha chiqishini, ya'ni maktab rahbarligidan ketishidagi holatdagi chiqishini advokat o'zini muzokara so'zida videoni tayyorlab kelgandi va mana shu videoni sud zalida qo'yib bermoqchi, sud binosida qo'yib bermoqchi bo'ldi, sud jarayonida qo'yib bermoqchi bo'ldi, lekin sudya aytdi, bu videoga hojat yo'q, biz o'zimiz hammasini o'rganib ko'rib chiqyapmiz va o'zingizni xulosalaringizni aytavering, muzokara so'zini shunday davom ettiravering dedilar. Shundan keyin ular aynan o'sha videoda Gulira'no Qosimova, men rahbarlikdan, maktab direktorligidan o'z xohishim bilan ketyapman, bunga hech kim sabab emas deb gapirgan va biz dedi Quva tumanidagi sudda ham, Andijon viloyati kassatsiya instansiyasi sudida ham ko'rgan, bilganlarimiz bo'yicha, sud qarorlari bo'yicha Gulira'no Qosimovani aynan tanasiga hech qanaqa jarohat yetkazilmagani, ekspertiza xulosalari uni o'sha urib, yechintirib, majburan yechintirib, unda o'sha sevgi sahnasini tashkil etishga degan iddaolari tasdiqlanmagani to'g'risida gapirib o'tishdi hamda Jasur Rasulov hamda Akmal Hajayevning 3 nafaridan har ikkalarini ham voyaga yetmagan go'dak bolalari borligini, hozirda har ikkalasining ham turmush o'rtoqlari birorta joyda ishlamasligi, farzand tarbiyasi bilan ovora ekanligi, ularni ortiqcha hozir mablag'i yo'qligini, turmush o'rtoqlari o'sha qamalganligini, manzilli koloniyada ekanligi, hech qanday moliyaviy yordam yo bo'lmasa moliyaviy sharoiti yo'qligi haqida, tug'ilganlik haqida guvohnomalar hamda mahalla fuqarolar yig'inidan olingan arizalar, hujjatlar taqdim etishdi. Undan tashqari aytmoqchi bo'lgan narsam shu joyda advokatlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 10-22-moddasida aynan ma'naviy zararlar miqdori sud tomonidan oqilona va adolatli talablar asosida belgilanishi,
Oliy sud plenumining 2000-yil 28-apreldagi 7-sonli qarori 11-bandiga ko'ra zararni qoplash miqdori jabrlanuvchi olgan ma'naviy azoblar darajasiga muvofiq bo'lishi, biroq u asossiz boyib ketish vositasiga aylanib qolmasligi lozim ekanligi ko'rsatib o'tilgani haqida aytishdi. Ya'ni masalan moddiy ma'naviy zarar yetkazilgani holati o'zini isbotini, dalilini topish kerak birinchi o'rinda va aynan hozir ular da'vo qilayotgan odamlar tomonidan ularga nisbatan o'sha ham ruhiy, ham jismoniy zarbalar berilgani va ana shu holatlarni haqiqatdan ham Akmal Hojayev hamda Jasur Rasulov tomonidan amalga oshirilgan ekanligini va ularning bugungi kunda topayotgan oylik maoshiga bo'lmasa o'sha mablag'lari ularning so'rayotgan moddiy ma'naviy zararlariga mos ravishda bo'lishi kerak ekanligi fuqarolik kodeksida ko'rsatib o'tilgani to'g'risida aytib o'tishdi. Endi hammamizga ma'lumki, hozir mana shu Akmal Hojayev hamda Jasur Rasulovlar aynan shu ikki jabrlanuvchiga birorta tan jarohati yetkazmagani to'g'risida xabarimiz bor. Ular aynan ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilib, bularga ma'naviy zarar yetkazmaganligi yo bo'lmasa aynan o'sha ularni holati to'g'risidagi videolarni hammamiz ko'rganmiz. 25-dekabr 2025-yilda tarqalgan videodagi holatlarni ular tarqatishining imkoniyati bo'lmaganligi, ya'ni u davrda bular har ikkisi qamoqxonada Toshturmada bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar hammasini biz bilamiz. Shuning uchun asossiz ekanligini himoyachilar har tomonlama tushuntirib berishga harakat qilishdi. Yana ular tomonidan jinoyat hukmi bilan aniqlangan faktlarning majburiyligi Fuqarolik protsessual kodeksining 75-moddasida jinoyat ishlari bo'yicha Quva tumani sudining 2025-yil 28-noyabrdagi hukmi quyidagi muhim holatlar aniqlangan deyapti. Hukmida Quva tumanidagi hukmda muhim holatlar aniqlangan. Ya'ni javobgarlar Akmal Hojayev hamda Jasur Rasulovlar Jinoyat kodeksining 141-moddasida, ya'ni shaxsiy hayot daxlsizligini buzish holati bo'yicha oqlanganligi aynan Quva tuman sudini hukmida hammamizga xabarimiz bor. Hammamizning bir necha bor oldingi efirlarimda ham bu haqida aytib o'tganman. Ya'ni shaxsiy hayot daxlsizligiga daxl qilish 141 moddasi bo'yicha Akmal Hojayev hamda Jasur Rasulovlar oqlangan. Undan tashqari da'vogarlarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlar qasddan tarqatish fakti o'z tasdig'ini topmagan. Ya'ni har ikkisi hozir aytganimdek 25-dekabr kuni ular qamoqda bo'lishgan va bularning shaxsiy hayotiga doir bo'lgan video lavhalarni ijtimoiy tarmoq orqali sizdirish, ularni tarqatish, bularni obro'sizlantirish holatiga bularning hech qanday, ya'ni Akmal Hojayev hamda Jasur Rasulovlarning hech qanday aloqasi yo'qligi haqida aytib o'tishdi. Da'vogarning, ya'ni Gulira'no Qosimovaning dori ichib o'z joniga qasd qilish harakati sud tomonidan parasuitsid deb baholangan. Ya'ni ekspertiza xulosasiga ko'ra bu harakat o'limni maqsad qilmagan. Ya'ni u haqiqatdan o'lishni xohlamagan. Ya'ni vaziyatni boshqa tomonga burishni xohlagan deb baholashyapti advokatlar. Xo'p, ekspertiza xulosasiga ko'ra bu harakat o'limni maqsad qilmagan, balki atrofdagilarda hamdardlik uyg'otish va bo'lgan voqelikni boshqa tomonga burish uchun atayin qilingan holat deb baholangan. Bu esa da'vogarning og'ir ruhiy iztirob haqidagi vajlarini inkor etadi, deyapti. Ya'ni bu men juda og'ir ruhiy azoblandim, iztirobga tushdim, boshqa bo'ldi deb bir necha marta aynan mana shu fuqarolik
ishlari bo'yicha sudga berilayotgan da'voda ham shu haqida aytgan, aynan shu holatlar to'g'risida gapirishdi himoyachilar. Javobgarning mulkiy ahvoli va qaramog'idagi shaxslar Fuqarolik kodeksining 989-moddasiga binoan ma'naviy zarar miqdorini belgilash javobgarlarning mulkiy ahvolini hisobga olishi shart. Ya'ni biz hozir hammamizning xabarimiz bor. Har ikki o'sha Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovning oilasi ham hozir qaramog'siz qolgan hamda ularning turmush o'rtoqlari faqat farzand tarbiyasi bilan band va ular hozir qanaqadir pul mablag'i, moddiy ma'naviy zararni qoplashga imkoniyati yo'q ekanligi to'g'risida aytib o'tilyapti bu yerda. Ma'naviy zarar miqdorini belgilashda javobgarning mulkiy ahvoliga hisobga olinishi shart. Mening himoyam ostidagi Jasur Rasulov hamda Akmal Hajayevlarning hozirda ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tamoqda. Ish va daromad manbaiga ega emas deyapti. Ya'ni ular hozir bu sud qancha moddiy ma'naviy zararni keltirib bersa ham hozir ularni to'lash imkoniyati yo'q deb aytishdi. Qaramog'ida 3 nafar farzandlari bor. Har ikkisini ham qaramog'ida 3 nafardan farzandlari bor va ularni hozir hatto o'zlari boqish imkoniyati ham yo'q ekanligi to'g'risida aytib o'tildi. Bunday ulkan summani, ya'ni bu yerda 10 milliard haqida gap ketyapti. Ma'naviy zararim 10 milliard deb. Bunday ulkan summani undirilishi nafaqat javobgarni, balki uning voyaga yetmagan farzandlarini ham yashash vositalarisiz qoldirilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni hozir o'sha Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarning oilasi yashab turgan uylarini ham sotib bersa ham bu 10 milliard pulni qoplay olmaydi. Qanday qilib bular bunaqa summani so'rashi mumkin deb keltirib berishyapti. Da'vogarning da'vo arizasida keltirilgan ko'plab azob uqubatlari jinoyat sudida o'z tasdig'ini topmagan. Ya'ni ular men bunday bo'lib jabrlandim, mana bunaqa bo'ldi deb gapirgan gaplari Quva tuman sudida ham bir necha marta efirlarimda aytib berganman, hamda Andijon viloyat kassatsiya instansiyasidagi sudlarda ham o'z tasdig'ini topmagan. Ya'ni urilmagan, tepilmagan, ruhiy zarba berilmagan, ikkinchi etajga majburan yechintirilib olib chiqilmagan deb aytganda, hatto biz kassatsiya instansiyasi sudyalarini chiqishlarida ham internetda ko'rdik. Shulardan kelib chiqib yana to'liq bu ularni da'volarini rad etishingizni so'raymiz deyishyapti. Zararni undirish lozim deb topilsa, agar mabodo deyildi, zararni undirish zarur, qaysidir ma'noda baribir bulardan zarar ko'rdi deb topiladigan bo'lsa, moddiy javobgarning moddiy ahvoli va qaramog'idagi 3 nafar farzandi borligini inobatga olib, minimal ramziy darajadagi kamaytirishingizni so'rayman deb quyidagi o'sha hujjatlarni taqdim etdi. Ya'ni o'sha 3 ta nafar farzandi, go'dak bolalari borliklari haqidagi. Ishdan ketishi bu ularning o'z xohishiga ko'ra bo'lgan. Ma'naviy zarar ularning oilaviy ahvoliga qarab undirilishi kerak ekanligi, bularning yalang'och tarzda tarqatilgan videolari bo'yicha ayblovlar mutlaq bularga qo'yilayotgan holat bo'yicha noto'g'ri ekanligi to'g'risida gapirishdi. Ya'ni u videoni bular hech qanaqa aloqasi yo'q, tarqatilishiga ham bular hech qanaqa hissa qo'shmagan. Ya'ni hammamizning xabarimiz bor, yana qayta ta'kidlayapman. U paytda bular aynan Toshturmada bo'lgan. Ularning harakati, ya'ni bular bizni obro'sizlantirdi, bizga jabr qildi deb aytayotgan holati bo'yicha ham o'z tasdig'ini topmadi. Ya'ni bularni biror marta chiqib ijtimoiy tarmoq orqali qoralamagan yo bo'lmasa tan jarohati yetkazmagan degan gaplarni aytishdi. Internetga o'z-o'zidan internetga chiqishlar holati bo'yicha advokatlarning xulosasiga ko'ra, bular o'zlarini sharmanda qildi, o'zlari chiqish qildi, o'zlari masalan Kun.uzga bergan chiqishlari yo bo'lmasa Rasul Kusherbayev bilan xo'p podkastini hammamizning xabarimiz bor va boshqa blogerlarga ham yoki ommaviy axborot vositalariga qilgan chiqishlarini ham aynan o'zlari uyushtirgan, chiqqan, o'zlari da'vo qilgan. Biz bu Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovning bu holatlar bo'yicha hech qanday ayblov qo'yilmagan va bu hozir so'rayotgan da'vosi mutlaq
asossiz deb kelishildi. Yana bitta aytilgan holati 10 milliard summani nimaga asosan so'rayapsiz deb biz mana shu sud jarayonlarida so'raganimizda biror bir asosli dalil isbotlarini keltirib bera olmadi. Shunga ko'ra bu da'volarni rad etishingizni so'raymiz deyishdi hamda 10 milliard topish uchun inson necha yil yashashi kerak? Bizni aynan O'zbekiston sharoitida 10 milliard pul topish uchun aytaylik bu ichki ishlar xodimimi yo boshqa huquq tartibot organlarining xodimlarimi necha yil yashash kerak yoki qancha yil mehnat qilish kerak degan savollarni ham 10 milliard bu kichkina summa emas, nimani so'rayapti deganday qilib so'rashdi. Ma'naviy zararni davlat undirishi to'g'risida boyaga aytgan holatlarim to'g'risida gap ketdi va shundan keyin sud o'zini xonasiga kirib ketdi. Ya'ni fikrlashib sudni qarorini o'qish uchun taxminan 15-20 minutcha kutib turdik. Undan keyin chiqib da'vogarni da'vosi qisman qanoatlantirilishi hamda Akmal Hajayev Gulirano Qosimovaga 30 million, Jasur Rasulov Gulirano Qosimovaga 30 milliondan o'sha ma'naviy zarar to'lab berishi kerak ekanligi to'g'risida gapirdi. Undan tashqari 412 ming so'm davlat pochta xarajatlari hamda sud ko'rib chiqqani bo'yicha 433 ming so'mdan summalarni belgiladi. Shu bilan demak Gulirano Qosimovaning moddiy va ma'naviy zararni undirish bo'yicha 10 milliard so'ragan sudi o'z nihoyasiga yetdi. Undan keyingisi orada bir 10-15 daqiqa vaqt o'tgandan keyin hammamizga ma'lum va mashhur soliqchi Qurbonali Abdurahmonovga doir bo'lgan ish protsessi boshlandi. Men kecha kutgandim, chunki o'tgan safargi sud jarayonida Qurbonali Abdurahmonov otangizni o'sha o'lishiga sabab deb o'ylayapsiz Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarni, shu bo'yicha ekspertiza xulosasi bormi deganda bor degandi. Uni sudga taqdim etasin deganda keyingi safar sudga olib kelaman deb aytgandi. Sud boshlangandan keyin sizlarni birorta iltimosnomalar, birorta hujjatinglar bormi, sudga taqdim etish mumkin bo'lgan deb sudya janoblari so'radilar, lekin nima uchundir Qurbonali Abdurahmonov hech qanday hujjatni taqdim etmadi. Ya'ni o'sha otamning vafotiga shu ikki xodim sabab bo'lgan deb da'vo qilgandi o'tgan safar, lekin hech qanday ekspertiza xulosalarini olib kelmagan va kecha sudga taqdim etmadi. Shundan keyin Qurbonali Abdurahmonovga so'z berildi va u Quva tuman sudida tasdiqlangan bularning aybdorligi 5 ta o'sha modda bilan. Undan keyin Andijon viloyati kassatsiya instansiyasi sudi ham o'sha Quva tumanidagi sudning qarorini o'z kuchida qoldirgan. Bu yerda inson qadri, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida ham bizni da'vomizni qanoatlantirishingizni so'rayman dedi. Endi 4 varaq mana shuncha qilib yozib olib kelgan ekan, 4-5 varaq qilib. Juda qiynalib o'qiydi har safar, bilmayman savod darajasi, IQ darajasi qay darajada, bu xabarim yo'q to'g'risi. Lekin juda ham qiynalib o'qiydi, shunaqa qilib qiynalib o'qiydi. Shu o'qib tugatguncha men charchab ketaman-da sudda har safar. Undan ko'ra Gulirano Qosimova sal dadilroq, yaxshiroq, qisqa, asosliroq gapirdi menimcha. Yana ham bilmadim. Xullas kalom o'sha 4 varag'ini qiynalib bir o'qidi, 15 minutmi, 20 minutmi. Keyin inson qadri, qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida o'sha 10 milliard pulni undirib berishingizni so'rayman dedi. Nafaqat menga, umuman oilam qiynaldi. Xullas kalom hammamiz qiynaldik. Moddiy, ma'naviy zarar ko'rdim. Boshqa ishdan ketishimga sabab bo'ldi. Boshqa ishga 3 oy ishlamay o'tirdim. Undan keyin boshqa ishga o'tganimdan keyin endi oldin ko'proq oylik bilan ishlardim. Hozirda kam oylik bilan ishlayapman. Uni orasidagi farqni to'lab berishingizni so'rayman. 3 oy olmagan oyligimlarimni o'sha 34 millionda shunaqa edi, o'shani to'lab berishingizni so'rayman. Bu moddiy
zarar deb hisoblayapti. Undan tashqari bir necha marta kasal bo'ldim, boshqa bo'ldim. Xullas o'shalarni ham qoplab berishingizni so'rayman dedi. Oyliklarimi, ish haqqimi, o'sha oradagi farqni ham hattoki hozirgi ishlayotgan ishida kam oylik olayotgan ekan. O'tgan safar shu soliq Furqat tumani soliq inspeksiyasining rahbari bo'lgan paytda ko'proq oylik olgan ekan. O'shani ham farqini to'lab bering deb da'vo qildi. Shundan so'ng hop advokatiga navbat berildi. Ha, aytmoqchi, yana bitta fikrni Qurbonali Abdurahmonov ta'kidladi. Men so'rayotgan summa juda kam summa deydi. Bu 10 milliarddan ancha ko'p pullarni ko'rib yurganmi, bilmadim. Masalan, men shaxsan o'zim 1 milliard pulni ham qo'limga ushlamaganman hali. Lekin u juda kam summa so'rayotgan ekan, 10 milliard kam ekan uni fikricha. Ya'ni bu yerda Qurbonali Abdurahmonov ham 10 milliard so'ragan, ham 80 millionga yaqin moddiy, ma'naviy zarar 10 milliard deb baholagan, moddiy zarari 80 millionga yaqin summani da'vo qilib kiritgan sudga. Bu kam ekan, undan 1000 karra ko'proq to'lash kerak ekan aslida ular. Men deyapti, bu shunchalik ko'p zarar ko'rdimki, buni 10 milliard yetmaydi, bu kam bu. Kerak bo'lsa, undan 1000 marta ko'proq qilib qoplab berish kerak bular aslida. Dedi, endi insof qilib, qoyil sizga, rahmat sizga Qurbonali Abdurahmonov. Siz bir haligi xizmat uyiga bormang ekan, bir siz xizmat mashinasidan foydalanmang ekan. Ishqib 10 milliard kam, undan ham insof bilan 10 milliard so'rabsiz, rahmat sizga qoyil. Umuman qoyil qolmasdan ilojim yo'q. Xo'p, bu holat yuzasidan izohlarda fikringizni qoldirib ketarsiz. Keyin shundan keyin Akmal Hajayevni dadasi so'zga chiqdi. Akmal Hajayevni ishonchli vakili, uning nomidan gapiradi albatta. Bu bo'lib o'tgan voqealarga, ya'ni 2025-yil 17-aprelda bo'lgan voqealar hamda undan keyin mana salkam 1 yildan buyon ijtimoiy tarmoqda aylanayotgan shuncha video yo boshqa holatlar bo'yicha seni Qurbonali Abdurahmonovning shaxsan o'zi aybdor. Buni o'zi aybdor. Bu agar o'shanaqa bormaganida, mana shu holatlarni o'zi keltirib chiqarmaganda, bu hozirgi holatga tushmagan bo'lardi. Ya'ni qolaversa o'sha dadasi o'lishiga ham o'zi sababchi. Bu yerda Akmal Hajayev ham, Jasur Rasulov ham na buni otasini o'ldirib kelgani yo'q, yo bo'lmasa o'zini shu holatga tushirgani yo'q. Buni o'zi aybdor bu holatga. Shu ishni qilmaganda mana shunaqa holatga kelib tushmasdi deganda, ya meni shaxsiyatimga tegyapti deb har safargida yana turib gapirib ketdi. Keyin yana sudya ogohlantirish berdi. Faqat mana shu ish yuzasidan gapiring, ortiqcha shaxsiy holatlarga o'tmaymiz deb aytdi. Shundan keyin yana meni o'g'lim umuman da'voni rad etadi. Meni o'g'lim aybdor emas. Buni ishdan ketishini aynan Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi o'zi hal qilgan. O'zi o'z xohishi bilan ariza yozib bergan arizalarida ham va mehnat shartnomasini bekor bo'lishiga ham mening aynan o'g'limning va Jasur Rasulovlarning hech qanday aybi yo'q deb aytdi. Undan keyin aynan yana himoyachilarga so'z navbati berildi. Boya aytganimdek o'sha qonunlar yana o'qildi. Fuqarolik kodeksida ham bular so'rayotgan summa juda ham katta ekanligi, aynan hozir Jasur Rasulov hamda Akmal Hajayev 10 milliard va 80 million pulni to'lashga imkoni yo'qligi, hozir ularning o'sha oilasi, farzandlari haqida yana gaplar ketdi. Aynan Abdurahmonovning ishdan bo'shashiga bularning hech qanday asossiz so'rayotgani, da'vo qilayotgani o'sha summalarni va 10 milliardni nima asoslariga ko'ra so'rayotgani, da'vosi ham asossiz ekanligi, otasining vafotiga aynan bu xodimlarning hech qanday aloqasi yo'qligi, agar mabodoki hali ham otamni o'limiga bular sababchi deb yurgan bo'lsa, o'sha eksgumatsiya qilinishi kerakligi, ya'ni ekspertiza xulosalari aynan vafot etgan o'sha otadan qabrdan olib
yana boshqadan ekspertiza qilib isbotlanishi kerak ekanligi, aynan Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulov uni qamoqda bo'lishiga qaramasdan borib o'ldirganligini isbotlovchi hech qanday dalil isbot yo'q deb aytdi. Moddiy zarar ishdan bo'shaganligi to'g'risida ham ularni aynan hech qanday ayblari yo'q. Ya'ni undan yana bitta narsa aytildi. 2025-yilda 17-aprel kuni masalan Akmal Xo'jayev Furqat tumanining ichki ishlar bo'limini boshlig'i bo'lgan, Qurbonali Abdurahmonov esa soliq inspeksiyasi, Furqat tumani soliq inspeksiyasining rahbari bo'lgan. Aynan bitta urovindagi, ya'ni 4 ta sektor rahbarlarini biz bilamiz, urovinlari teng deb baholangan va teng tabaqadagi bo'lgan odamlarni bir-birini ishdan bo'shatishga hech qanday bu qonunchilikka ham to'g'ri kelmaydi, asosi yo'q, unaqa vakolati ham yo'q deb aytildi. Hech qanday bir bo'shashiga, bularning sababchi qilib ko'rsatishiga ham hech qanday asos yo'qligi to'g'risida bir necha misollar bilan keltirib tushuntirib o'tishdi. Xo'p, yana aynan jadidlar to'g'risida bitta himoyachi juda chiroyli gap gapirdi. Hozirgi kunda o'zlarini rosa jadidmiz biz 100 yildan keyin ham, 1000 yildan keyin ham eslanamiz. Bizni bola chaqamiz, butun haligi avlodlarimiz eslab yuradi. O'tgan safar bir ajdodlarimiz deyoryapti-da. Avlod bilan ajdodni farqlolmaydigan darajadagi nima desam ekan, savodsizlarga aytmoqchiman shu joyda. Ajdod bu bizdan ota-bobolarimiz, o'tib ketgan ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz ajdod deyiladi. Avlodlarimiz bizni kelajagimiz, farzandlarimiz, nevaralar, chevara, evara va begonagacha undan keyingi kelayotgan nima deydi, farzandlarimiz, kelayotgan avlod, endi tug'ilishi mumkin bo'lgan yo tug'ilgan avlodlarimiz, ular avlod deyiladi, farzandlarimiz. Shuni farqlarini bilib olinglar, chiqib keyingi safar gapirayotgan paytda demoqchiman-da. Ajdodlarimiz eslaydi deydi-da. 1900 endi himoyachini gapini aytib bermoqchiman. 1938-yilda aynan o'sha Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, o'sha jadidlarimizni bilamiz hammasini. Ular qatl etilgani, surgun qilingani to'g'risida biz adabiyotlarda, kitoblarida juda ko'p o'qiganmiz. Aynan Sibirga surgun qilingan paytida ham meni hozirgacha esimda, o'sha adashmasam maktabda 10-sinfdami, 11-sinfda o'qiyotganimda o'sha kitobni o'qigandim. Ko'rgani yo'qlab borganda O'zbekistondan bitta non olib boradi. Lekin yeyman desa sovuqda muzlab qolish holatidagi odam haligi nonni hatto olib, bir burda olib og'ziga solib yeya olmaydi, lekin hidini his qiladi-da. Aynan bizni jadid ota-bobolarimiz haqida aytyapman hozir. Hidini his qiladi-da va o'sha yurti to'g'risidagi ajoyib fikrlari, boshqasi yodiga tushadi. Kitobda endi bu juda ham emotsional keltirib berilgan. O'qisangiz, o'sha o'qish jarayonida yig'laysiz. Ya'ni vatanni shunchalik qumsab, surgun qilingan o'sha jadidlarimiz vatanni shunchalik qumsab, shunchalik qadrini his qilib, juda ham qiyin ahvolda vafot etishgani to'g'risida juda ta'sirli qilib keltirilgan kitoblarda. Ana shu holat esimga tushdi. Jadidlar haqida aynan himoyachi gapirayotgan paytda eshitib o'tirdim, qarab va o'sha asarlardagi holatlar yodimga tushdi-da. Endi hozir o'zini jadidlarga qiyoslayotgan odamlar birorta kitob yozganmi, jadidlarga xos qanday xatti-harakatlar qilgan, hech o'zlarining xatti-harakatlarini o'ylab ko'rarmikan? Jadidlarimiz o'sha paytda jabrlangan xalqdan pul olganmikan, firibgarlik qilganmikan, o'g'rilik qilganmikan, qaysidir ayollarni kamsitganmikan, u ayollarni ota akalari, farzandlarini dayus deganmikan? Shunga ham o'zlariga ozgina baho berib ketsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi men nazarimda. Keyin qarang, himoyachi aytdi sudda 1938-yilda qatag'on qilingan jadidlarimiz, qatag'on qurbonlari ham deymiz biz aynan o'sha jadidlarimizni bu haqida kitoblarda ko'p o'qiganmiz. Hozir o'zlarini o'sha jadidlarga o'xshatishi, qatag'on qurbonlariga o'xshatishi mutlaq noqonuniy, noo'rin, noto'g'ri talqin bu deb aytdi. Borganinglarda, har safar borardinglar-ku oldingi sudlarga. Borganinglarda shaxsan quloqinglar bilan eshitib kelardinglar. Men aynan himoyachining ana shu gapidan ta'sirlandim kecha sudda o'tirib. Undan keyin aytayapti, 2020-yilda ular
mutlaq oqlandi hammasi. Ya'ni oradan sal kam 100 yil, bir asr vaqt o'tib ular oqlandi. Ularni holatiga bularning holatini nima aloqasi bor? Men hech tushunmayman. Isbotlanmagan, tasdiqlanmagan, o'zlari ham ishonmaydi deyapti. Tasdiqlanmagan ma'lumotlar olib chiqadi yo chiqib gapirdi, hattoki o'zlari ishonmaydi shu holatlarga deyapti-da. Aytayapman-ku, mana shu gaplarda men juda ham ta'sirlandim. U yaxshi keltirib berdi. Eshitib o'tirdim-da, meni ham o'sha maktab paytida o'qiyotganimda o'qigan holatlar yodimga tushdi-da, jadidlar, qatag'on qurbonlari to'g'risida o'qigan kitoblarim yodimga tushdi-da. Haqiqatan ham deb o'ylab o'tirdim. Bular deyapti, o'zlarini jadidlarga moslashtiryapti, o'shalarga qiyos qilyapti. Bu umuman noo'rin va hattoki deyapti, men yuksak ishonchim bor. O'zlari ham ishonmaydi bunga deyapti. Hattoki deyapti. Ana shu gapidan ta'sirlandim. Respekt, hurmatli himoyachimiz, advokatimiz. O'zi aynan o'sha advokatdan, himoyachidan men har safar qoyil qolaman, atroflicha vaziyatni o'rgangan bo'ladi va juda chiroyli savollar beradi. Muzokara so'zlarini ham juda chiroyli tarzda amalga oshirdi. Kvitansiyalar, taqdim etgan kvitansiyalar haqida gap ketdi. Ya'ni advokatga to'langan pullarni kvitansiyalarni bitta qog'ozga 3 ta kvitansiyani rasmga olib, kopiya qilib olib borgan ekan. Ana shu kvitansiyalarni olib o'qib ko'rdida himoyachi, bu kvitansiyalar aynan mana shu ish uchun berilganini nima bilan isbotlaysiz? Sanalari, muddatlari to'g'ri keladimi? Qaysi bu advokatlik byurosiga to'langan? Aniq buni tagida shartnomalari bo'lishi kerak edi. Qani o'sha shartnomalar? O'shalar bilan isbotlanmagan nomaqbul dalil deb hisoblashingizni so'rayman dedi. Undan keyin to'qima obraz ertaga emas degan gaplar aytildi nargi advokatlar tomonidan ham. Keyin shundan keyin Qurbonali Abdurahmonov turib, mana soatlari, minut, sekundlarigacha o'qib beryapti kvitansiyadan. Mayli endi. Xo'p, sizni ishdan bo'shatilishingizga sabab bo'lgan bo'lsa agar Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulov, siz birorta suddan so'radi o'sha yerda himoyachilar, prokurorga xabarnoma jo'natishingizni so'raymiz. Mana shu sudni xabarnoma ajrimi bilan, hukmi bilan iltimos sizdan Farg'ona viloyatini prokuraturasiga aynan Qurbonali Abdurahmonovning ishdan bo'shash sababini aniqlash va uni noqonuniy bo'shatilgan bo'lsa, o'zi xohlamasdan majburlab, ta'zib o'tkazib, tahdid o'tkazib bo'shatilgan bo'lsa, ana shu holat yuzasidan xabarnoma jo'natishingizni so'raymiz prokuraturaga deb aytishdi himoyachilar. Undan keyin demak hamma o'zlarini Jasur Rasulovni otasiga so'z berildi. Jasur Rasulovning otasi ham Jasur Rasulovning ishonchli vakili, u ham turib bu da'volar umuman mutlaq asossiz ekanligi, hozirda Jasur Rasulovni ham 3 nafar farzandini boqish uchun imkoniyat cheklangan ekanligini, ya'ni imkoniyati kam ekanligini Jasur Rasulovning o'zi aynan hozirda o'sha qamoqxonada ekanligi to'g'risidagi holatlarini gapirib aytib, mahalla fuqarolar yig'inidan olib kelingan ma'lumotlarni o'tgan safar taqdim etganini hamda da'voni rad etishini so'radi. Advokatlari ham aynan shu holat bo'yicha gapirdi. Undan keyin muzokara so'zlari tugadi va yana sud hukmni belgilash o'sha o'zini xonasiga kirib ketdi. Yana shunday adashmasam bir 15 daqiqalarda chiqib hukmni o'qishdi. Ya'ni Akmal Hajayev ham Qurbonali Abdurahmonovga 30 million ma'naviy zarar berishini, Jasur Rasulov ham 30 million ma'naviy zarar berishini, ishdan bo'shashi, ishsiz qolib ketgani 3 oy davomida, undan keyingi oraliqdagi moddiy zarar to'liq asoslab berilmaganligi va sudga da'vo kiritishdagi
so'ralayotgan arizalarda u holatlar keltirib o'tilmaganligi uchun uni rad etdi va qisman da'voni qanoatlantirdi. Undan tashqari yana 433 ming so'm sud xarajatlari, 412 ming so'mdan davlat boji va pochta xarajatlari to'laydigan bo'lishdi har ikkalari. Xullas shunday qilib Gulira'no Qosimova hamda Qurbonali Abdurahmonovning moddiy va ma'naviy zarar undirish maqsadida 10 milliarddan da'vo qilib chiqqan sud prosesslari o'z nihoyasiga yetdi. Oxir oqibat 60 million so'mdan pul oladigan bo'lishdi. Shunaqa gaplar. Endi bu sud holati to'g'risida suddagi bo'lgan barcha kim sizni fikringizcha kim haq, kim nohaq, o'zi qanday bo'lish kerak edi, nima bo'lish kerak edi, bu haqida o'zingizni fikrlaringizni izohlarda qoldirasiz degan umiddaman. Endi aytmoqchi bo'lgan ba'zi bir fikrlarimiz bor. Hammangizni xabaringiz bor, men kuni kecha aynan Instagramda bitta ertalab Qo'qon shahriga sudga ketayotganimda bitta efir qilib ketdim. Juda qisqa, bu ozgina fikr berish edi o'sha holat yuzasidan. Shu holatga ozgina to'liqroq yondoshib tushuncha berib ketmoqchiman. Chunki ko'pchilik tushunmay qolibdi, nima haqida gapirdingiz, o'zi nima bo'ldi degan savollar kelib tushdi. Menga kommentariyalarda ham o'qidim aynan shuni, Instagramda ham. Xo'p, kecha ertalab menga o'sha hammamiz bilgan ijtimoiy tarmoqda Tuzchi xola nomi bilan tanilishga ulgurgan, aynan o'sha qo'sh tirnoq ichidagi do'stlarimiz orqali tanilishga ulgurgan, hozirda jabrlangan onaxon to'g'risida gapirdim. Onaxon menga telefon qildilar kecha ertalab 2 marta, men ko'rmabman. Aynan shu uydan chiqib ketay deyotgan paytimda ko'rib qoldim. Labay, nima gap bo'ldi xolajon desam, juda ham asabiylashib kelyapman uyimga, o'zim to'xtata olmayapman, juda ham asabiylashdim dedilar. Keyin nega tinchlikmi desam, Samarqand viloyatiga tergov harakatlarida yuzlashtiruv holatini qilish uchun chaqirtirilgan ekanlar xola. Keyin borib ancha kutib o'tirdim dedi. Ularni Sirojiddin Adilovni advokati kelishini kutib o'tirdim. Keldi, keyin kirdik, yuzlashtiruv bo'ldi dedilar. Nimagadir advokati bilan Sirojiddin bir-biri bilan kulishib, bir-biriga xat yozishib, uzatib, berib, ustimdan kulib, meni ustimdan menga nisbatan haqorat qilganday his qildim, o'zimni haqoratlanganday his qildim. Mana shunaqa o'yin qilib kulib o'tiribdi. Undan keyin juda ham jahlim chiqib ketdi. Keyin o'sha yerda nima uchun kulyapsan deb tanbeh berishga ham majbur bo'ldim. Undan keyin tergovchi ham aynan nima bu yerda kulgili nima holat bo'lyapti deb o'zinglarni yig'ishtirib o'tiringlar degan tanbehni hatto tergovchi ham berdi deb aytdilar. Men nimaga meni ustimdan kulyapti bular dedilar opa. Menda hamma yozishma, video, audio hammasi bor. Nima uchun meni ustimdan kulyapti? Meni ishimga yordam beradi deb bularga umid qilib, ishonib, borib, birinchi Sirojiddin mediani topdim. Kartamga pul tashab bering dedi, 3 million kartasiga tashadim, 7 million naqd qo'liga berdim. Mana bu advokatni oling, ish zo'r bo'ladi dedi. Unga 10 million o'tkazib berdim. Undan keyin Jahongirda oling, birgalikda ishlasak bu keng ommaga tarqaladi va ishingiz yaxshi hal bo'ladi dedi. Undan keyin Jahongirda oldim. Unga 20 million to'lab berdim, lekin hech qanaqa shartnoma tuzgani yo'q men bilan. Undan keyin yana orada o'sha biz hammamizga ma'lum negativ ko'rsatuvning rahbari bor, Ulug'bek Ashur degan, endi katta jurnalistlardan. Kerak bo'lsa biz o'sha chet el saytlariga ham chiqarib bu holatni kengroq tarqalishiga yordam beramiz deb aytishgan meni o'zimga ham. Men bularga ishondim. Mayli, mana shu hozir tergov harakatlarida yo boshqa instansiyalarda ketayotgan holatlarga ozmi ko'pmi yordam beradi deb umid qilib shuncha yordam so'rasamda, bular meni ustimdan kulib, yana meni ustimdan qaytadan yozib, aynan hammangizning xabaringiz bor, Otabek Hamidov ham hozirda o'sha
gumonlanuvchi qilib hibsda saqlanib turibdi. U ustidan o'sha tuzchi xolani ustidan ariza ham kiritgan ekan. O'sha holatda men ustimdan ham bular yozadi. Men birortasini haqorat qilmagan bo'lsam, birortasini yerga urmagan bo'lsam, birortasini ustidan kulmagan bo'lsam, men o'zimni haqqimni talab qilgan bo'lsam, aynan hammangizning xabaringiz bor, Jahongir To'laganov deyapti. Chiqib ijtimoiy tarmoqlar orqali opa, xola, sizni Sirojdan mediaga bergan 10 million pulingizni to'lab beraman deb aytgandi. Men karta raqamimni tashadim, lekin u 10 millionni to'lamadi. To'lab bermadi. U faqat ijtimoiy tarmoqdagi gap bo'lib qolib ketgan ekanda deb xafa bo'lib menga telefon qildilar kecha. Endi haligi ustimdan kuldi degandan keyin yoshi 70 ga yaqinlashayotgan onaning, ayolning nevaralari bor. Yoshi ulug' bo'lgan onaning ustidan kulishga kimni nima uchun haqqi bor? U ham hozir jabrlanib o'tirsin-da, ham shuncha 40 million pulni to'lab qo'ysin-da, ham undan keyin yana bularda kulgusiga qolib o'tirish kerakmi? Advokatlar palatasiga aynan o'sha Sirojdan media tanishtirgan advokatni ustidan ariza kiritgan ekan, xola. Endi men u paytda u xolani tanimasdim. Kiritganda ham deyapti, o'sha advokatlar palatasida ham men ustimdan kulgan deyapti, o'sha advokat deyapti. Biz hozir men mana shu efirimda barchangizdan iltimos qilgan bo'lardim, aynan advokatlar palatasidan. Iltimos ana shu advokatlarning hozirda Sirojdan mediani advokati bo'lib turgan mana shu ayol bo'yicha yo bo'lmasa o'sha tuzchi xola bilan oldin agar tuzgan bo'lsa, haqiqatdan ham shartnoma tuzgan bo'lsa, to'lovlarini qabul qilgan bo'lsa, o'sha advokatning holatlari bo'yicha ham mana shu ish bo'yicha nima ishlarni amalga oshirgani to'g'risida, advokatlik etikasi, estetikasi, uni advokatlik himoya qilish degani kimnidir ustidan kulish kerak degan emas ekanligini tushuntirishingizni va bu mana shu holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berishingizni so'ragan bo'lardim. Hozir aynan advokatlar palatasiga mana shu murojaatim. Sizlardan iltimos, u advokatlarni bilmayman, yana qayta o'qitish kerakmi qo'shimcha? Etika, estetikani saqlash, o'rgatish kerakmi? Jabrlanuvchilarning ustidan kulmaslikni o'rgatish kerakmi? Keyin xullas kalom tergovga kirib chiqqanlar, xola chiqqandan keyin qarasalar, do'stimiz Jahongir To'laganov xolani plastik kartochkasiga 20 million so'm pulni qaytarib o'tkazib qo'ygan ekan. Endi u xola u paytda endi 70 ga yaqinlashgan xola, endi darrov uni kartani ochib ko'ra olmas ekanlar, o'zlarining aytishlari bo'yicha. Qizim, kelinim, shular ko'rib beradi, meni pulim bor, yo'q, hisob raqamga tushgan pullari. Keyin bitta narsaga hayronman-da. Xola pulni hisob raqamiga o'tkazgan. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositalarining hisob raqamiga 20 million so'm pulni o'tkazgan. Agar u o'tkazilgan pullar o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa, yo bo'lmasa kerakli tartibda ularga xizmat ko'rsatish amalga oshirilmagan bo'lsa, nima uchun 20 million pulni qaytarish plastik kartochkaga bo'lyapti? Ya'ni hisob raqamiga emasda plastik kartochkaga qaytaryapti. Xolani plastik kartalariga qaytargan. Nima uchun? Keyin xolani aytishlari bo'yicha hech qanday shartnoma tuzilmagan, hech qanday shartnomaga men qo'l qo'ymaganman deyaptilar. Ana shu holatlarga ham bir o'ylaymanki, huquq tartibot organlari o'zlari bir huquqiy bahosini beradi deb o'ylaymiz. Xullas kalom shunaqa qaytaribdi va yozibdi. Endi tergov siri bo'lganligi uchun ichkarida bo'lgan gap so'z yo bo'lmasa holatlar yuzasidan meni xabarim yo'q. Bu haqida xola to'liq menga gapirib ham berganlari yo'q, chunki men mashinaga qarab ketayotgandim. Gapirib meni shunaqa qilib ustimdan kuldi deyishgani uchun va 20 million so'm pulni 20 million so'm pulni kartamga tashabdi. Qanday tuzilmagan shartnomani bekor qilish mumkin deganlari uchun men qo'ygan gaplarni aytdim. Keyin ana ChatGPTda birorta holatni kiritib turib doston ma'ruzalarni olib o'zlarining kanalda o'zlaridan bir buyuk jurnalist yasa olayotgan aqllilarga ham aytmoqchi edim. ChatGPTdan foydalanish bu qonunga zid emas, lekin undan faqatgina o'qib, ko'rib foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Uni dostonni kanallarga joylab, keng auditoriyaga tarqatayotganda hozir hamma bu sun'iy intellekt yo bo'lmasa o'sha mana shunaqa saytlarni qaysi holatda qanday yozib berishi, bu aynan bizni O'zbekiston holatimizga to'g'ri kelmaslik holatlarini
ko'rib chiqishni, bu qaysi ChatGPT nimaga asoslanib materiallarini chiqarishi to'g'risida ham ozgina sal kengroq fikrlab dunyoqarashni kengaytirsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Bu aynan kitobdagi qonunlarga asoslanmagan ma'lumotlarni berishi haqida ham ozgina o'ylab ko'rsangiz to'g'ri bo'lardi. Tarqat etganda bu sun'iy intellekt ekanligini aytyapman-ku, yana ChatGPTdan ko'chirib olib o'zingizdan jurnalist, bloger yasayotganligingizga qoyil qolmaslikning iloji yo'q. Yana keyin maktablarda ishlashingiz haqida ham aytib o'ting. Keyin maktab dargohi bu oliy dargoh, bu ta'lim va tarbiya beradigan dargoh ekanligini va u yerda hech qanday boshqa fuqarolarning murojaatini qabul qilish mumkin emasligini, aynan ota-onalarga, farzandlarga, ta'limga, tarbiyaga, o'qituvchilarga, ustozlarga, texnik xodimlargagina xos bo'lgan murojaatlar qabul qilinadigan dargoh ekanligini, maktab rahbarining o'zi ish faoliyati nimalardan iborat ekanligini endi to'g'ri biz bilamiz. Siz boshqa joylarda ishlagansiz. Bu holat bo'yicha sizning xabaringiz bo'lmasligi mumkin. Aynan 25 yildan oshiq ta'lim sohasida ishlagan inson sifatida, 12 yillik maktab direktori sifatida siz o'zingiz tan olgansiz, siz men ustozimsiz deb. Sizga ustoz sifatida, qo'shtirnoq ichidagi shogirdimsiz siz meni. Sizga ustoz sifatida aytmoqchiman. Ta'lim dargohi bu maktab. Aynan u yuqori turuvchi vazirlik, boshqarmalar shu holatlarga ham e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni shunday direktorlar borki, shunday mansabdor ta'limda shaxslar borki, o'zlaridan blogerga savolib, maktabni o'sha blogerlik faoliyatida shug'ullanishdan foydalanishga ishlatyapti. Ya'ni o'z vaqtini ta'limga ketkazish kerak bo'lgan, bolalarni tarbiyasiga ketkazish kerak bo'lgan vaqtini fuqarolarning murojaati bilan ishlashga ajratayotgani bu juda ayanchli va bilmayman, qo'rqinchli. O'sha maktabdan ertaga biror narsa chiqsa men ajablanmayman. Chunki ular vaqtini ko'proq haligi boshqalar bilan urushishga, boshqalarni boshqarishga, ta'limdagi maktabdagi emas, boshqalarni boshqarishga va qolaversa ish vaqti davomida boshqa fuqarolarni qabul qilishga ajratayotgani ayanchli holat va bunga mutasaddi tashkilotlar, aynan ta'limga tegishli bo'lgan tashkilotlar shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Biz ham mana shu holatlar bo'yicha kerakli arizalar bilan shug'ullanamiz shekilli. O'zi oldin ham haligi bu ta'limda ishlaydigan odamga mos bo'lmagan so'zlar bilan boshqalarni haqorat qilib bir necha marta og'zidan u kirib bu chiqib maktabda efir qilganlaridan ham xabarimiz bor. U efirlar hammasi olinib huquq-tartibot organlariga taqdim etilgan. O'ylaymanki, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham ta'lim boshqarmasi bor, maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi bor va ular bu holatga jiddiyroq e'tibor berishadi degan umiddaman. Xo'p, endi Otabek Hamidovning onasidan borib haligi bir butun auditoriyani hissiyotiga o'ynatadigan videolar qilishibdi do'stlarimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ona hamma paytda ham ona va farzandi qora bo'lsa ham hech qachon qora deb o'ylamaydi, yo bo'lmasa aytishadi-ku, qora qo'ng'izdan farzandim oppog'im degan ekan, tipratikonam farzandimni yumshog'im degan ekan deb. Balki biz ham shunaqadirmiz, o'zimiz farzandimiz biz uchun ideal bo'lib ko'rinar. Lekin men aytmoqchi bo'lgan holatim ana shu joyda hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ona farzandini himoya qilishi tabiiy. Men bu narsani 100 ga 100 tushunaman ona sifatida. Bitta farzandni katta qilayotgan inson sifatida juda yaxshi tushunaman. Lekin farzandimning tarbiyasiga, farzandimning ta'limiga, uning gapirayotgan gapiga, boshqalarni haqorat qilayotgan holatiga agar men ko'rsam, farzandim tomonidan shu ishlar qilinayotganini men o'zim bilaman nima qilishni. Avvalambor tarbiyasini to'g'rilab qo'yaman, ta'limini to'g'rilab qo'yaman, yurayotgan xatti-harakatini nazoratga olib turaman ona sifatida. Siz ham o'sha vaqtida nazoratga olmagan ekansizda, siz ona bo'lsangiz, biz ham onamiz. Biz ham bitta farzandni 20 yosh qilib qo'ydik. O'zi bo'lgan yo'q. Ham ishlab, ham kurashib, yolg'iz boshim bilan bitta farzandni 20 yosh qilish menga oson bo'lmagan. Hozirgacha ham oson emas menga. Lekin sizni farzandingiz bir necha marta meni farzandimni butun ijtimoiy tarmoqda sazoyi qildi. Nega aytmadingiz o'sha paytda? Qo'y, bu ham bitta ona, qo'y, u farzandi ekan uni. Tegma bolasi haqida gapirma. O'ziga qancha gaping bo'lsa, gapiraversin o'zimga. Men hamma joyda ochiqman. Bemalol. Men haqoratlarga to'yib ketganman. Men bu gaplarni eshitib to'yib ketganman. Men
Umuman qiziqtirmaydi. Umuman qiziqtirmaydi. Manqurtlarning fikri, o'liga trollar yasab olib, meni haqorat qilish, yerga urish, bo'lgan xatti-harakatlar ana kundosh dugonalarning tomonidan meni umuman qiziqtirmaydi. Lekin shaxsan chiqib, ism familiyamni aytib, otamni, akamni, ukalarimni, o'g'limni dayusga chiqarib gapirayotgan paytda nima uchun indamadingiz, hurmatli onajon? Nega indamadingiz? Yonini olib yugurib qolib ko'ksini kelayotganlar. To'xta, har qancha gaping bo'lsa o'ziga aytur. Har qancha gap bo'lsa o'zi bilan olish. Uni oilasiga, farzandiga tegishib nima qilasan? Uni 80 dan oshgan otasiga tegishib nima qilasan deb nima uchun birortangiz gapirmadingiz? Hozir ko'krak kerib, tilni to'r qarich qilib chiqib gapiryapsizlar. Gapiryapsizlar-ku, "Voy, siyosiy valigi mahbus bo'lar." Voy, bu so'z erkinligi. So'z erkinligi boshqa ayollarni huquqini poymol qilish, ularni haqorat qilish, ularga tuhmat qilish, ularni oila a'zolariga tegishish degani emas. Bilmasangiz bilib oling. Har biringiz bilan kurashga aqlim ham, bilimim ham, salohiyatim ham yetadi. 1-apreldagi videosini ko'ring. Obbo deb nomlab qo'yibdi. Aynan meni familiyamni, ismimni qayta-qayta aytib, meni farzandimni gapiryapti. Kim unga bunaqa huquq bergan? Kim unga bunaqa huquq berdi? Kim qaysi biringa bunaqa huquq berdi? Marhamat, meni holatimda, meni ishim bo'yicha gapiror, nima gaping bor? Keyin xohlasang, nomerim bilasan hammang, uyimni bilasan, ofisimni bilasan. Kel, gaplashamiz hammang bilan. 100 marta aytayapman. Meni tiliga olishni xohlamasmishda, lekin har yerda menga tegishadi. Senlar erkakmisiz shundan keyin men so'kinish xohlamayman, chunki haqiqatan ham juda ko'p obunachilarim o'tgan safarga shu ujaligi ko'zlarim qonga to'lib, men bilmayman, u davleniyam oshib, cherepne davleniyam tushmay qoldi oxirgi paytlarda. Aynan meni farzandimga, otamga, akamga tegishgani uchun. Akasi borligini bilaman, otasi borligini bilaman. Xudoga ming qatla shukr, meni akam ham, otam ham bor. Hammasi huquqiy demokratik davlatda yashayapti va qonunlarni ustuvor deb biladi. Aynan farzandim ham qonunlarni ustuvor qilishni o'qiyapti. Xalqaro yuristlik fakultetida 2-kurs tugatdi mana. Senlarga o'xshagan omi, savodsiz, bilimsiz, saviyasiz emas, birovning farzandiga yopishar darajada. Jahongir To'laganovning qizini gapirganim meni aynan mashinamni chizib tashlagan holati bo'yicha. Men boshqa birorta insonni oilasiga, xotiniga, farzandlariga 5 marta uylanganigacha, yo bo'lmasa 2 marta, 3 marta uylanganigacha, nima uchun uylanib, nima uchun ajrashgan, boshqa holatlar haqida gapirayotganim yo'q. O'zlariga jabrlanayotgan ayollarni aldayotgani bo'yicha gapirganman. Boshqa ayollar ham aldanmasligi uchun. Jabrlanuvchilar menga murojaat qilgani uchun gapirganman. Marhamat, meni orqamdan kim jabrlanayotgan bo'lsa, bemalol chiqib murojaat qilib gapir. Kimdir pulni olib yeb qo'ygan bo'lsam, men birorta ishini qilib bermagan bo'lsam, yo ishingni qilib beraman deb senlarga o'xshab firibgarlik qilgan bo'lsam, bemalol chiqib gapir, huquq-tartibot organlariga murojaat qil. O'zlaringga o'xshatmalaring meni. O'zlaringga o'xshatma. Men bilan senlar orangda dunyo farq bor. Xo'p. Yana bir ranosi bor. Shogirdchasi. Yo chirchiqda turib olib, tinmay men haqimdalik o'zicha bir narsa fantaziyalar yozadigan. Men uni ogohlantirganman. Onasi bilan ham gaplashganman, ogohlantirganman. Mendan keyin xafa bo'lib o'pkalanmanglar. Meni kim bilandir qanaqadir kelishmovchiligim bo'lsak, biz fikr tashlashayotgan bo'lsak, bu degani senlar butun jamoang bilan kelib, men bilan tashlash degani emas. Butun jamoang bilan. Bunyodni men aralashtirganim yo'q. U qachon qo'shildi? Bular bunyodni gapirgandan keyin. Bunyod haqorat qilgandan keyin. So'tak degandan keyin chiqdi u. Men u shu paytgacha bular qayta yubkasini ichiga kirib yuribsan, palon chiqib yuribsan, u bilan birga ishlab yuribsan deganda hammang necha marta bunga chiqaman deganda men chiqarganim yo'q. Yo'q, men o'zim gapiraman. Bularga gapiradigan gapim bo'lsa, birortang qo'yganing aralashma deb. Qo'shdilaringmi so'tak deb? Haqorat qilmoqchi bo'ldilaringmi? Qoraqalpoqqa borganimizda ana so'tak ham yonimizda edi. Ana so'tak ham yonimizda edi. Kim senlarga huquq berdi bunaqa? Kim? So'z erkinligini bug'ish degani kimnidir haqorat qilish yoki kimgadir tuhmat qilish degani emas. O'zlaringdan kim yasab olgansanlar? Nima yasab olgansanlar? Prezidentimiz so'z erkinligi deganda har narsani qayta aytganlar. Tanqid qilish kerak, lekin u asosli bo'lish kerak.
Xo'p, Bunyod So'tak deyishingga nima asosing bor edi? Nima asosing bor senlar? Keyin yana bir qancha ma'lumotlar ham keldi menga. Hozir u haqida men bir necha saytlarda kirib qidirdim. Furqat tumanida soliq inspeksiyasi tomonidan 102 qilgan Davlatjon degan yigit bor edi. Agar bilsangiz, siz juda ko'p chiqib mana ular chaynaverib, gapiraverib keragidan ham oshiq qilib tashagan. Furqat tumani soliq inspeksiyasidan qaysidir bir xodim borib, men buni rasmiy munosabatini kutdim, qidirdim, topolmadim, lekin asosli faktlar kelgani uchun hozir aytyapman. Rasmiy munosabat bo'lsa, marhamat tashab qo'yishingiz mumkin. Feruza Jo'rabekimning saytim bor. Keyin o'sha joyda 102 qilgan Davlatjonga soliqchilar tomonidan, Furqat tumanidagi soliqchilar tomonidan u yigit tadbirkor ekan, do'konlari bor ekan. Taziqlar, tahdidlar boshlanib, borib har oyda muncha berasan deyilgan gaplar asoslanib, o'z tasdig'ini topib, o'sha soliq inspeksiyasidan bitta xodimga tadbir bo'lib, hozirda gumonlanuvchi aybdor qilib hibsga olinibdi. Haligi jabrlanuvchiga ta'ziq qilish, tahdid qilish sizlarda bu urfmi deyman-da, odatmi deyman-da. Rasmiy munosabat bo'lsa, men albatta kanalimda e'lon qilib yuboraman bu to'g'risida. Yana kimlardir pensiyaga chiqib ketdi deb eshitdim. Albatta, men o'tgan safar suddan chiqqanda aytdim hammangizga, bu keysning atrofidagi holat masshtabi kengaydi. Ya'ni endi u yana ham kengroq va og'irroq, jiddiyroq tus oldi deb aytdim. Xuddi shunaqa holat xullas. Xo'p, men yana bitta holat haqida aytmoqchi edim. Adashmasam 23 dekabrda ekan chiqqandi. Men Rasul Kusherbayevni juda hurmat qilaman. Ijtimoiy tarmoq orqali bir necha marta uchrashganmiz ham, 6-7 yildan ham oshdi adashmasam. Bu yigit bilan munosabatlarimiz yomon emas. Lekin men sizni aynan Rasul Kusherbayevni aynan haqqoniy talqin qiladi vaziyatlarni, to'g'ri baholay oladi va qonuniy yondoshib yoritishingizga har doim nima desam ekan, hurmat qilganman yoritishingizni va sizga bo'lgan hurmatim juda yuksak darajada. Aynan meni vaziyatlarimda ham meni xabarim bor, Ichki ishlar vazirligiga ham arizalar kiritib, men zotan sizga murojaat qilmagan bo'lsam ham, Rasul Kusherbayevga aytyapman, murojaat qilmagan bo'lsa ham siz mardonavor do'stlarcha yonimda tura olgansiz. Shuning uchun ham sizning hurmatingiz cheksiz men uchun. Lekin podkastingizga meni ozgina fikrim bor, qarshi fikrim bor. Endi buni to'g'ri qabul qilasiz deb o'ylayman. Masalan, menga ham har kuni o'nlab kerak bo'lsa odamlar keladida, o'zlarining qo'lida bir to'g'rimi, noto'g'rimi, o'zlarining asoslarini, isbotlarini, dalillarini olib keladi. Sud qarorlarini olib keladi, ko'rsatadi. Mana shu holat bo'yicha yordam qiling, ijtimoiy tarmoq orqali chiqarib bering, bitta ko'rsatuv qilaylik, intervyu qilaylik deyishadi. Agar ularni qo'ldagi hujjatlari yoki keltirayotgan asoslari, videolari yetarli darajada to'g'ri deb, qonuniy deb hisoblamasam, men u ishlarni olmayman-da. Mana hozir shu paytgacha, shu kungacha juda ko'p holatlar bo'lyapti. Aynan sudda ham o'sha yechintirilmagan, urilmagan, tepilmagan, tan jarohati yetkazilmagan degan gaplarni o'zingiz hatto eshitdingiz. Va o'sha podkast qay darajada to'g'ri bo'lgan, noto'g'ri bo'lganini bahosini menimcha o'zingiz berayotgan bo'lsangiz kerak. Shu narsalarga ham e'tibor qaratishingizni xohlardim. Ya'ni biror narsani tahlil qilib olib chiqayotgan paytda u asoslimi, asossizmi, ozgina e'tibor bersak yaxshi bo'lardi. Xo'p. Kuni kecha O'rta Chirchiqdagi holatlar to'g'risida sal oldin ham bitta video chiqardik. Bu holat haqida ham ozgina tushuncha berib ketmoqchi edim. Ya'ni kadastr egalik huquqi borlar nima uchun hozir gapiryapman? Deputatlarga aytmoqchi edim-da men. O'rta Chirchiq tuman kengashi deputatlari yo Toshkent viloyati kengashi deputatlariga bitta fuqaroning egalik huquqi bor, kadastri bor, hamma hujjatlari bor, yerini
olib qo'yishda, boshqa tadbirkorga berishda sizning qanday aloqangiz bo'lishi mumkin? Qanday o'rningiz bo'lishi mumkin? Mayli, men davlatga oid bo'lgan yo bo'lmasa bir keng masshtabdagi loyihalar, proyektlarga men har doim za bo'lganman. Lekin bu degani qaysidir fuqaroni yerini noqonuniy olib, egallab olib, boshqa fuqaroga berish degani emasda. Ana shu holatlar bo'yicha ham ozgina e'tibor qaratishingizni so'rardim. Men aynan Toshkent viloyati deputatlar kengashining raisiga ham murojaat qilmoqchiman. Ertaga Xudo xohlasa boraman. Ustozim bo'ladilar. Albatta, o'sha o'zimizdagi fakt, isbot dalillarini ko'rsatib, ana shu holatga ham aniqlik kiritish niyatimiz bor. Shuning uchun ham gapirib o'tib ketdim. Endi kuni kecha ko'rdingiz, menimcha ko'pchilikning xabari bor. Surxondaryo viloyatida bitta polvonni farzandi kurash musobaqasida qatnashyapti. Tushunganim, bilganim, bu ijtimoiy tarmoq orqali ham keng tarqalyapti va farzandi g'olib bo'lyapti o'sha kurash musobaqasida. Mag'lub bo'lgan tomonni qaysidir qarindoshi g'olib bo'lgan yigitni polvon bo'lgan dadasini oldiga kelib 4 marta pichoq urib, o'sha hayotiga xavf solgani va shifoxonada yordam berilishiga qaramasdan vafot etgani to'g'risidagi xabarlar tarqadi. Mag'lubiyatni mardonavor qabul qilish ham bu mardlikda. Buni nima uchun aytyapman? Avvalambor bir ishni qilma. Noqonuniy xatti-harakat qilma. Qonunga zid ravishdagi ishlarni amalga oshirma. Qilmish, qidirmish deganiga chidashni ham bilish kerak. Hali kirib ketganiga bir kun bo'lmasdan ochlik e'lon qildi, siyosiy mahbus qilib e'lon qilmoqchi. Bu tushunmadim, bu davlatga dushmanmisizlar sizlar? Yo xalqqa dushmanmisizlar? Bu yerda shuncha jabrlanuvchi bo'lsa, bular odamda jabrlanuvchi odam emasmi? Mag'lubiyatni tan olish yo bo'lmasa Otabek Hamidov odamda, men odam emasmanmi? Yo meni farzandim odam emasmi? Yo meni otam, akam, ukalarim odam emasmi? Sal logichni o'ylanglar, sal kengroq o'ylanglar, sal dunyoqarashni kengaytiringlar. Va hurmatli janoblar va xonimlar. Marhamat, birorta joyda bir o'tirib, gaplashib, kelishib olishimiz kerak bo'lgan, yo bo'lmasa bu vaziyatlarga aniqlik kiritishimiz kerak bo'lsa, marhamat, chaqiring. Yo keling, marhamat, ofisimga bemalol o'tirib sizlar bilan gaplashishga yetadi. Kerakli asos, dalil, isbotlarim yetaridan ham oshiq mana shuncha bo'lib yotibdi. Ko'rsatib beraman, undan keyin kimni yoniga olayotganingizni sal o'ylab ko'rasiz degan umiddaman. Endi hozir tergov harakatlari ketayotgani uchun men o 100 dan bir qismigina e'lon qilganman ijtimoiy tarmoqlar orqali. 99 ta ijtimoiy tarmoqqa chiqishni xohlamagan yo bo'lmasa arizalar berilgan, o 2 yil oldingi holat deb siz to'g'ri ma'lumotingiz bormi? Balki 3 oy oldingi holatdir, balki 4 oy oldingi holatdir. Qayerdan bilasiz? Men bilganimni bilmaysizda. Iltimos, kim yonini olib, kimni himoya qilayotganingiz to'g'risida avvalambor to'liq ma'lumotga ega bo'linglar, undan keyin chiqib da'vo qilsangiz arziydi. Endi gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz yana bir qancha edi. Ana o'zini kasalga solib, o'salga solib, aytyapman-ku, avvalambor bir kurashga chiqma. Chiqqaningdan keyin kuching yetsa, sog'lig'ing yetsa, salohiyating yetsa chiq. Undan keyin kasal bo'ldim, o'sal bo'ldim deb o'zingni o'likka solib hammadan duo so'rashing, bilmayman, u qanchalik erkakchilikka yo bo'lmasa odamiylikka to'g'ri keladi, hayronman. Mana shu Otabek Hamidov bilan ham ijtimoiy tarmoq orqali har kuni haligi gaplarini eshitayotgan paytimda meni ham davlenim 200 dan oshib ketib 3 marta skori chaqirdim, lekin biron marta bu narsani ijtimoiy tarmoq orqali e'lon qilganim yo'q. Sizlar odamsizlar. Qolganlar hammasi yerdan chiqqan qo'ziqorin. Hali u kim, u hech kim emas, bitta o'zi qoldi, bir o'zi qolib ketdi, Bemalol ustidan yozaver, bemalol tanqid qilaver deb bu yerda gijgijlayotganlar hali bu yerda turibdi. O'rgimchak to'rinni qanotlarida. Xullas, umumiy qilib aytmoqchi bo'lgan narsalar shunaqa, odam baribir har qanday holatda ham, haligi men jadidman deb ko'ksiga urayotgan paytda ham odam qani, men shunga loyiqmanmi, o'rinlimi, men aytayotgan davoyim to'g'rimi, haqmi, o'zi jadidlar to'g'risida nimani bilaman, nechta kitob o'qiganman,
Ular o'z nima ishlar amalga oshirgan, men shu ishlarni amalga oshirdimmi? Tekin borib xizmat qildimmi? Kim uchundir? Kim uchundir puli bo'lmagani uchun birorta bu boshqa uslugalarni so'ramadimmi deb ham ozgina sal logichni o'ylasangiz to'g'ri bo'lardi. Xo'p, sud prosesslari tugadi. Aytishimiz kerak bo'lgan gaplar qaysilaridir qolib ketgan bo'lsa, hali yana keyingi efirlarimizda ham aytamiz. Shu so'zimning oxirida yana bir gap aytib qo'ymoqchiman. Vodiy xalqiga, aynan shu Andijon viloyati sudlariga 9 martami, 8 marta, 10 marta bordim. Yo bo'lmasa mana bu Qo'qon shahar fuqarolar ishlari bo'yicha sudiga 4-5 marta bordim. Umumiy aytmoqchiman, vodiy xalqiga men juda ham yaxshi bilaman, mehmondo'st, qo'li ochiq, saxiy xalq. O'zi umuman o'zbeklarimiz hammasi shunday. Men hech kimni bu tomon zo'r, bu tomon degan fikrdan juda ham uzoqman. Men millatchilikni o'zi juda yomon ko'raman, irqchilikni juda yomon ko'raman. Hammamiz bir xil odammiz. Qaysi birimizdir yuqorilab ketgan bo'lsak, lekin oyog'imiz baribir yerda turishi kerak degan fikrdaman. Men har doim shunday bo'lganman. O'sha vodiy tomondagi barcha obunachilarimiz, bizni hurmat qilgan do'stlarimizni barchalariga rahmat. Har safar borganimda juda ko'pchiliklari chiqishadi. Keling, bir piyola choyimiz bor. Palonchi joyga Rishtonga osh aytib qo'yaylikmi? Cho'ntakka osh aytib qo'yaylikmi? Yo bo'lmasa Chust bog'iga keling, mana shu yerda osh aytib qo'yamiz. Keling, siz bilan mehmon qilaylik, siz bilan o'tiraylik, gaplashaylik deyishadi. Har safar borganimda ko'nglim to'g'risini aytaman, tog'dek ko'tarilib keldi. Qaysidir holatlar albatta asabimizga ham tegadi. Kimdir umuman ko'rgimiz kelmayotgan holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimlardir ko'rganimizda bir nafratlanadigan holatlar bo'lishi mumkin yoki suddan chiqqanimizda xafa bo'lib qaytgan holatlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ana shu joyda aloqaga chiqib, meni hatto adminlarimga aloqaga chiqib, gruppamda, kanallarimda yozib, kommentariyalarda yozib, mehmon qilishni xohlab, mehmon qilib, ozmi, ko'pmi bizni bir kayfiyatimizni ko'tarib, biz bilan birga bo'lganinglar uchun hammanglarga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ana shu barcha do'stlarimizni umrlari uzoq bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lishsin. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun, men bilan, biz bilan birga bo'lganligingiz uchun hammangizdan minnatdorman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.